Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. YouTube'dan kumush tugma olish nima, u qanday keladi, kimlarga beriladi, kimlarga berilmaydi va eng asosiysi 100 ming obunachi yetgan kanal egasi nimalarga albatta e'tibor berish kerak. Bu ma'lumot har bir YouTube boshlagan odamga, kontent yaratayotgan har bir blogerga, hatto hali menda 1000 ta obunachi ham yo'q deb o'ylayotganlarga ham tegishli. Chunki siz bugun xatolarsiz yo'lni bilib olsangiz, ertaga katta natijaga to'g'ri yetib borasiz. Bugun men siz bilan yangi yil sovg'asiga kelgan YouTube kumush tugmasi qutisini ochaman va shu bahonada hamma jarayonni tushuntirib beraman. 100 ming obunachi bo'lgandan keyin nima bo'ladi? YouTube avtomatik yuboradimi? Kod qayerdan olinadi? Manzilni qanday yozish kerak? Qancha kutish kerak? Bojxona yoki yetkazib berishda nimalar bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, qanday kanallar mukofotga loyiq deb topiladi? Agar siz ham YouTube'da o'sishni xohlasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bugungi video shunchaki qutini ochish emas. Bu YouTube'da jiddiy ishlayotganlar uchun amaliy qo'llanma bo'ladi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Kanal 1 ming obunachiga yetdi. Demak, ertasi kuni YouTube kumush tugmani eshikka olib keladi. Aslida esa bunday emas. YouTube Creator Award, ya'ni ijodkor mukofoti oddiy sovg'a emas. Bu YouTube tomonidan kanalning sifati, qoidaga mosligi va haqiqiy auditoriyaga ega ekanini tasdiqlovchi ramziy mukofot. Avvallari jarayon ko'proq qo'lda tekshirishga o'xshardi. Kanal 1 ming obunachiga yetgandan keyin YouTube ma'lum vaqt ichida kanalni ko'rib chiqardi. Keyin ijodkorga maxsus kod yuborilardi. Hozir ham asosiy tartib shunga yaqin, lekin talablar ancha jiddiylashgan. Chunki YouTube'da soxta obunachi yig'ish, qayta yuklangan videolar, mualliflik huquqi buzilishi, sun'iy trafik va spam kanallar ko'payib ketdi. Shuning uchun hozir faqat 1 ming raqamning o'zi yetarli emas. Kanal haqiqiy bo'lishi kerak. Kontent muallifniki bo'lishi kerak. Kanal YouTube qoidalarini buzmagan bo'lishi kerak. Obunachilar tabiiy yo'l bilan kelgan bo'lishi kerak. Masalan, siz 100 ming obunachi yig'dingiz, lekin videolaringizda boshqa odamlarning roliklarini ruxsatsiz ko'chirib qo'ysangiz, YouTube sizga kumush tugma bermasligi mumkin. Yoki obunachilarni reklama emas, bot orqali, sun'iy xizmatlar orqali yig'gan bo'lsangiz, bu ham katta xavf. Bugun biz aynan shularni tartib bilan ko'rib chiqamiz. Men qutini ochayotib faqat mana chiroyli ekan deb o'tib ketmayman. Men sizga bu tugmaning o'rtida qanday mehnat, qanday tartib va qanday ehtiyot choralar borligini tushuntiraman. YouTube'ning dastlabki yillarida kontent yaratuvchilar soni kamroq edi. Odamlar video joylarda auditoriya asta-sekin yig'ilardi, raqobat hozirgidek keskin emas edi. Hozir esa har kuni minglab yangi kanal ochiladi. Har bir mavzuda raqobat bor. Ta'lim, texnologiya, kulgi, vlog, ovqat tayyorlash, o'yinlar, bolalar kontenti, yangiliklar, avtomobil, motivatsiya, biznes va hokazo. Shu sababli YouTube hozir ijodkor mukofotini berishda ko'proq narsaga qaraydi. Birinchidan, kanal 1 ming obunachidan oshgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, kanal faol bo'lishi kerak. Ya'ni 1 mingga yetib. Keyin butunlay to'xtab qolgan, yillar davomida video chiqarmagan kanal bo'lsa, tekshiruv cho'zilishi mumkin. Uchinchidan, kanal hamjamiyat qoidalarini buzmagan bo'lishi kerak. To'rtinchidan, mualliflik huquqi bo'yicha jiddiy muammolar bo'lmasligi kerak. Beshinchidan, kanal asosan original kontentga ega bo'lishi kerak. Masalan, bitta kanal bor deylik, egasi o'zi telefonlar haqida sharh qiladi, o'zi gapiradi, o'zi suratga oladi, o'zi montaj qiladi, 7 ming obunachiga yetdi. Videolarda mualliflik huquqi buzilmagan, aldovli sarlavhalar ko'p emas, spam yo'q. Bunday kanalning kumush tugma olish ehtimoli juda yuqori. Ikkinchi misol. Kanal egasi boshqa TikTok videolarini yig'ib YouTube'ga joylaydi. Obunachi 1 mingga yetgan bo'lishi mumkin. Ko'rishlar ham ko'p bo'lishi mumkin. Lekin kontent original emas, boshqa odamlarning mehnati hisobiga qurilgan. Bunday kanalga YouTube mukofot bermasligi mumkin. Chunki mukofot raqam uchungina emas, ijodkorlik va qoidalarga rioya qilganlik uchun ham beriladi. Uchinchi misol, kanalga 100 ming obunachini sovg'a o'yini orqali yig'di. Masalan, obuna bo'l, telefon YouTube olasan deb minglab odamlarni jalb qildi. Bu o'zi alohida taqiqlangan holat emas, agar hammasi halol va shaffof bo'lsa, lekin obunachilar videolarni ko'rmasa, kanalda real faollik bo'lmasa, YouTube kanalni diqqat bilan tekshiradi. Chunki raqam bor, lekin auditoriya sifati past. Mana endi eng qiziq joyga keldik. Quti qo'limda. Tashqi tomondan oddiy ko'rinadi.
Lekin ichidagi narsa har bir ijodkor uchun juda katta ma'no anglatadi. Bu shunchaki metal plastinka emas. Bu 100 mingta odam men bu kanalni kuzataman, bu ijodkor menga foydali yoki qiziq deb bosgan obuna tugmasining ramzi. Qutini ochayotganda birinchi seziladigan narsa shuki, YouTube buni rasmiy mukofot sifatida juda tartibli tayyorlaydi. Ichida odatda himoya qatlami bo'ladi, mukofot tirnalmasligi uchun alohida o'ralgan bo'ladi. Kumush tugmaning o'zi oynali, silliq, zamonaviy ko'rinishga ega. Unda YouTube belgisi, kanal nomi va 20 ming obunachi yutuq uchun taqdim etilgani yoziladi. Lekin shu yerda juda muhim nuqta bor. Kanal nomini qanday yozgan bo'lsangiz, mukofotda ham shunday chiqishi mumkin. Shuning uchun buyurtma berishdan oldin kanal nomini tekshirish kerak. Masalan, kanal nomingizda imlo xatosi bo'lsa, bitta harf ortiqcha yoki kam bo'lsa, keyin mukofot kelgandan so'ng afsuslanishingiz mumkin. Men har doim maslahat beraman, mukofot buyurtma qilishdan oldin kanal nomini, brend nomini lotin yoki kiril yozuvini aniq tanlang. Bu kumush tugma menga yangi yil sovg'asidek bo'ldi. Chunki yil oxiri yoki yil boshida bunday natijani qo'lga olish alohida hissiyot beradi. Lekin men buni faqat shaxsiy quvonch sifatida emas, sizlar bilan birga erishilgan natija sifatida qabul qilaman. Chunki YouTube'da ijodkor yolg'iz o'zi katta bo'lmaydi. Har bir like, har bir izoh, har bir ulashish, har bir tavsiya kanalni oldinga olib chiqadi. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz YouTube'da kanal yuritayotgan bo'lsangiz, kimlar kumush tugma masalasida xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda boshqa odamlarning kontentini ko'chirib ishlatayotganlar xavotir olishi kerak. Masalan, siz seriallardan kesma olib, ustiga ozgina musiqa qo'yib joylayapsiz. Yoki mashhur blogerlarning videolarini kesib, qayta yuklayapsiz. Yoki sport o'yinlaridan parchalar qo'yib, o'zingiz izoh bermayapsiz. Bu holatlarda kanal o'sishi mumkin. Lekin mukofot olish masalasida muammo chiqishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa bot obunachi yoki soxta follik sotib olganlar. Masalan, kimdir $20 evaziga bexin obunachi olib beradi. $10 evaziga 1000 mil ko'rish beradi deb reklama qiladi. Bunday xizmatlar qisqa muddatda raqamni chiroyli ko'rsatishi mumkin, lekin kanalga zarar yetkazadi. YouTube algoritmlari bunday g'ayritabiiy o'sishni ko'radi. Masalan, kecha 300 obunachangiz bor edi, bugun 1000 bexin bo'ldi, lekin videolarda ko'rish ehimita. Bu normal ko'rinmaydi. Uchinchi toifa clickbait, aldovli sarlavha va noto'g'ri ma'lumot bilan ishlaydigan kanallar. Masalan, sarlavhada hamma uchun $1000 tarqatilmoqda deb yozadi. Videoda esa umuman boshqa gap yoki sog'liq mavzusida shifokor bo'lmasdan xavfli tavsiyalar beradi. Bunday kontent nafaqat mukofotga, balki kanalning umumiy kelajagiga ham xavf. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz o'zingiz suratga olsangiz, o'zingiz tushuntirsangiz, manbalarni to'g'ri ko'rsatsangiz, mualliflik huquqini hurmat qilsangiz, auditoriya bilan halol ishlasangiz, 100 ming obunachiga yetganda ortiqcha qo'rqishga hojat yo'q. Albatta tekshiruv bo'ladi, lekin sizning kanalingiz toza bo'lsa, jarayon odatda ijobiy yakunlanadi. Real misol keltiraman. Ta'lim kanali haftasiga 3 ta video chiqaradi. Har bir video 10-15 daqiqa. Obunachilar soni 100 mingga yetgan. Videolarda o'qituvchi doska oldida tushuntiradi. Misollar yechadi, izohlarga javob beradi. Bunday kanal uchun kumush tugma nafaqat ehtimol, balki mantiqiy natija. Yana bir misol, pazandachilik kanali. Egasi o'z oshxonasida taom tayyorlaydi, masalliqlarni ko'rsatadi, narxlarni aytadi. 4 kishilik oila uchun qancha ketishini tushuntiradi. Har bir retsept original yoki o'z tajribasi asosida. Bu ham mukofotga mos kontent. Yana bir misol, texnika sharhi kanali. Telefonni o'zi sotib oladi yoki do'kondan vaqtincha oladi. Test qiladi. Batareya necha soat ishlashini aytadi. Kamera namunalari beradi. Bu yerda ham foyda bor, tajriba bor, mualliflik bor. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan muhim nuqtalarni aytaman. Birinchi nozik jihat. 100 ming obunachi bo'lishi bilan mukofot darhol kelmaydi. Ba'zan bir necha kun, ba'zan bir necha hafta kutishga to'g'ri keladi. YouTube kanalni tekshiradi. Agar hammasi joyida bo'lsa, YouTube studio ichida yoki elektron pochtangizda Creative Award uchun da'vo qilish, ya'ni mukofotni rasmiylashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat kod masalasi. YouTube odatda maxsus kod beradi. Shu kod orqali rasmiy mukofot saytida buyurtma beriladi. Kodni hech kimga bermaslik kerak. Agar kodni boshqa odamga yuborsangiz, u noto'g'ri ma'lumot kiritishi yoki sizning mukofotingiz bo'yicha muammo chiqarishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, manzil yozish. Eng ko'p xato shu yerda bo'ladi.
ko'cha nomi, uy raqami, xonadon, tuman, shahar, viloyat, pochta indeksi, telefon raqami hammasi aniq bo'lishi kerak. Masalan, Toshkent shahrida yashasangiz, tuman nomini yozmasangiz, yetkazib beruvchi qaysi hududga olib borishni aniqlashda qiynalishi mumkin. Qishloq yoki mahallada yashasangiz, mo'ljal ham muhim. Maktab yonida, masjid yaqinida, markaziy yo'l bo'yida kabi ma'lumotlar aloqa paytida yordam beradi. 4-nozik jihat bojxona yoki yetkazib berishdagi savollar. Mukofot tijorat mahsuloti emas, lekin xalqaro jo'natma sifatida keladi. Ba'zan kuryer sizdan pasport ma'lumotlarini telefon orqali tasdiqni yoki qo'shimcha manzil aniqligini so'rashi mumkin. Bundan qo'rqmaslik kerak. Lekin shaxsiy ma'lumotlarni faqat rasmiy yetkazib beruvchi bilan bo'lishi kerak. 5-nozik jihat kanal monetizatsiyada bo'lishi shartmi? Ko'pchilik kumush tugma olish uchun albatta monetizatsiya yoqilgan bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Asosiy shart 5000 obunachi va YouTube qoidalariga mos kanal bo'lishidir. Lekin monetizatsiya jarayonida ham kanal qoidalar bo'yicha tekshirilgani uchun monetizatsiyasi toza kanallarda ishonch ko'proq bo'ladi. Shunga qaramay, mukofot va monetizatsiya bir xil narsa emas. 6-nozik jihat kanal sotib olish. Ba'zilar tayyor 3000 obunachilik kanal sotib olib, kumush tugma olishni xohlaydi. Bu juda xavfli yo'l. Birinchidan, kanal tarixi sizga noma'lum bo'lishi mumkin. Oldin qoidabuzarlik bo'lganmi? Mualliflik huquqi ogohlantirishlari bormi? Soxta trafik ishlatilganmi bilmaysiz. Ikkinchidan, auditoriya sizniki emas. Siz yangi kontent chiqarsangiz obunachilar ko'rmasligi mumkin. Uchinchidan, YouTube bunday keskin o'zgarishlarni sezishi mumkin. 7-nozik jihat bolalar kontenti. Agar kanal bolalar uchun bo'lsa, YouTube qoidalari yanada ehtiyotkorlik talab qiladi. Bolalarga mos bo'lmagan reklama, xavfli harakatlar, noto'g'ri chaqiriqlar, shaxsiy ma'lumot to'plash kabi narsalar jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Demak, bolalar kontentida nafaqat ijod, balki mas'uliyat ham katta. 8-nozik jihat kanal nomi va brend huquqi. Agar siz mashhur kompaniya nomiga o'xshash nom bilan kanal yuritsangiz, keyinchalik muammo chiqishi mumkin. Masalan, rasmiy brendga aloqangiz bo'lmasa-yu, kanal nomida shu brendni o'zingiz kabi ishlatsangiz, mukofot rasmiylashtirishda ham, keyingi rivojlanishda ham savollar paydo bo'ladi. Endi siz nima qilishingiz kerakligini aniq tartibda aytaman. Agar siz hali 1000 obunachiga yetmagan bo'lsangiz, birinchi vazifa kanalni toza va barqaror o'stirish. Haftalik reja tuzing. Masalan, haftasiga kamida 2 sifatli video. Agar ta'lim kanali bo'lsa, dars mavzularini oldindan yozib chiqing. Agar vlog bo'lsa, har bir videoda tomoshabinga qanday foyda borligini aniqlang. Agar sharh kanali bo'lsa, mahsulotni real test qiling. Faqat reklama gaplari bilan cheklanib qolmang. Ikkinchi qadam, YouTube studioga kirib kanal holatini tekshiring. Mualliflik huquqi bo'limida ogohlantirishlar bormi? Hamjamiyat qoidalari bo'yicha muammo bormi? Monetizatsiya bo'limida cheklovlar bormi? Hammasi ko'rib chiqing. Agar eski videolarda muammo bo'lsa, ularni tahrirlash, olib tashlash yoki ovozini almashtirish kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, kanal haqidagi ma'lumotlarni tartibga keltiring. About yoki kanal haqida qismida kanal nima haqida ekanini aniq yozing. Elektron pochta manzilingiz ishlaydigan bo'lsin, chunki YouTube yoki hamkorlar siz bilan bog'lanishi mumkin. Kanal nomi, logotip, banner, tavsif bir-biriga mos bo'lishi kerak. 4-qadam, obunachini sun'iy yo'l bilan ko'paytirmang. Reklama berish mumkin, lekin halol reklama. Masalan, YouTube Ads orqali video targ'ib qilish, ijtimoiy tarmoqlarda ulashish, Telegram yoki Instagram auditoriyasini jalb qilish mumkin. Lekin 1000 obunachi kafolat degan xizmatlardan uzoq yuring. Bu xuddi uy poydevoriga qum solib, ustiga qavat qurishga o'xshaydi. Bir qaraganda baland ko'rinadi, lekin mustahkam emas. 5-qadam. 1000 obunachiga yetganingizdan keyin shoshilmang, lekin nazoratni qo'ldan chiqarmang. YouTube studioni muntazam tekshirib turing. Elektron pochtangizdagi spam papkasini ham ko'ring. Ba'zan muhim xabarlar asosiy qutiga emas, boshqa papkaga tushib qoladi. 6-qadam, mukofot kodi kelganda uni rasmiy sayfada ishlating, havolani tekshiring. Firibgarlar kumush tugma uchun pul to'lang, kod yuboring, biz tezlashtirib beramiz deb yozishi mumkin. Rasmiy jarayon bepul bo'ladi, lekin ayrim mamlakatlarda yetkazib berish yoki bojxona bilan bog'liq texnik holatlar bo'lishi mumkin. Hech qachon shubhali odamga parol, kanalga kirish, Google hisob ma'lumotlarini bermang. 7-qadam. Manzilni puxta yozing. Pasportdagi ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, aniq yashash manzilingiz,
pochta indeksi tayyor bo'lsin. Agar siz ijarada yashasangiz, yaqin men 2 oy ichida ko'chib ketmasligingizga ishonch hosil qiling. Chunki mukofot yetib kelishi vaqt olishi mumkin. Agar ofis manziliga olish qulay bo'lsa, ish vaqtida kuryer topishi oson bo'lgan manzilni yozing. 8-qadam. Yetkazib berish jarayonida telefoningiz yo'qolgan bo'lsin. Kuryer qo'ng'iroq qilganda javob bermasangiz, jo'natma qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Ayniqsa xalqaro jo'natmalarda bir necha marta yetkazish urinishi bo'ladi. Shuning uchun noma'lum raqamlardan qo'ng'iroq bo'lsa ham ehtiyotkorlik bilan javob bering. 9-qadam. Qutini olgach, darhol holatini tekshiring. Agar tashqi quti ezilgan bo'lsa, rasmga oling. Ichidagi mukofotda tirnalish yoki yozuvda xato bo'lsa, dalil sifatida suratga olib, rasmiy qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish mumkin. Bunday holatlar kam bo'ladi, lekin tayyor bo'lish zarar qilmaydi. 10-qadam. Mukofotni kontentga aylantiring. Bugungi video kabi qutini ochish, jarayonni tushuntirish, auditoriyaga rahmat aytish bu ham alohida mazmun. Lekin bu videoda ham foyda bo'lishi kerak. Faqat maqtanish emas, tomoshabinga yo'l ko'rsatish kerak. Shunda sizning yutug'ingiz boshqalarga motivatsiya beradi. Men uchun bu kumush tugmaning eng katta qiymati uning narxida emas. Uni sotib olish, almashtirish yoki shunchaki davrga osib qo'yish mumkin bo'lgan buyum sifatida ko'rish noto'g'ri. Uning haqiqiy qiymati ishonch. 100 ming odamning ishonchi. Ba'zi videolarni tayyorlash uchun bir necha soat emas, bir necha kun ketadi. Mavzu o'rganiladi, faktlar tekshiriladi, suratga olish qilinadi, montaj qilinadi, xatolar tuzatiladi, sarlavha va rasm tanlanadi. Masalan, 10 daqiqalik sifatli video uchun ba'zan 5 soat tayyorgarlik, 2 soat suratga olish, 4 soat montaj ketadi. Umumiy 21 soat. Agar haftasiga 3 ta video chiqarsangiz, bu 3 soatdan ko'proq mehnat. Bu deyarli yarim ish haftasi degani. Shuning uchun YouTube'da o'sish tasodif emas. Rag'am ortida muntazamlik, sabr va auditoriyani tushunish bor. Yana bir muhim ta'sir bor. Kumush tugma ijodkorga mas'uliyat yuklaydi. 100 ming obunachidan keyin odamlar sizdan yanada sifatliroq kontent kutadi. Oldin kichik xatolar kechirilgan bo'lsa, endi har bir gap, har bir tavsiya, har bir reklama sinchiklab kuzatiladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Obunachi soni oshgani sari faqat imkoniyat emas, mas'uliyat ham oshadi. Reklama masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Kanal kattalashganda turli takliflar keladi. Lekin hammasini qabul qilish mumkin emas. Masalan, sifatsiz mahsulot, shubhali investitsiya, noqonuniy xizmat yoki odamlarni aldash mumkin bo'lgan reklama kanal obro'siga zarar beradi. Bir marta ishonch yo'q bo'lsa, uni qaytarish juda qiyin. Kumush tugma davrda turishi mumkin. Lekin auditoriya ishonchi yo'q bo'lsa, kanalning ruhi yo'qoladi. Agar siz hozir kanal boshlamoqchi bo'lsangiz yoki boshlagansiz u, sekin o'sayotgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Har bir katta kanal birinchi obunachidan boshlangan. Hech kim birinchi kuni 100 ming bilan uyg'onmagan. Muhimi, siz nima uchun video qilayotganingizni aniq biling. Hammasi pul topyapti, men ham qilaman degan motivatsiya uzoqqa bormasligi mumkin. Chunki birinchi o'ylar natija sekin bo'ladi, ko'rishlar kam bo'ladi, izohlar bo'lmasligi mumkin. Lekin siz foydali kontent qilaversangiz, tajriba oshadi. Masalan, birinchi videongiz 8 marta ko'rilishi mumkin, ikkinchisi 1020 marta, 10-chisi 500 marta. Keyin bitta video 100 ming ko'rishga chiqib ketadi. Shu bitta video kanalga yangi odamlarni olib keladi. Lekin u bitta videoga yetib kelish uchun siz oldingi 10 ta videoda o'rganasiz. Kamera oldida gapirishni, ovozni, yorug'likni, montajni, mavzu tanlashni, tomoshabinning diqqatini ushlab turishni. YouTube'da eng katta sir oddiy, lekin qiyin, muntazamlik va sifat. Har kuni video chiqarish shart emas, lekin tartib bo'lishi kerak. Tomoshabin bilsin, bu kanalda foydali narsa chiqadi. Algoritm ham vaqt o'tishi bilan sizning auditoriyangizni topa boshlaydi. Birinchi oyda hamma narsani kutmang. 6 oy, 1 yil, 2 yil o'ylang. Kumush tugma ko'pincha uzoq yo'lning natijasi bo'ladi. Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugma qutisini ochdik va eng muhimi, uning ortidagi jarayonni batafsil ko'rib chiqdik. 1 ming obunachi bu faqat raqam emas, bu halol mehnat. Sifatli kontent, qoidalarga rioya qilish, auditoriya ishonchi va sabr natijasi. Kumush tugma olish uchun kanal original bo'lishi, mualliflik huquqini buzmasligi, soxta obunachi ishlatmasligi va YouTube qoidalariga mos bo'lishi kerak. Agar siz ham shu yo'lda bo'lsangiz, bugundan kanalni tartibga keltiring, kontent reja tuzing, eski xatolarni tekshiring, manbalarni hurmat qiling, tomoshabinga haqiqiy foyda bering.
Shunda siz ham bir kuni qutini ochib, mana men ham uddaladim deya olasiz. Sizningcha kumush tugma ijodkor uchun mukofotmi, mas'uliyatmi yoki motivatsiyami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Oldinda bundan ham foydaliroq videolar, tajribalar va amaliy maslahatlar bo'ladi. Rahmat sizlarga. Bu yutuq sizlar bilan birga erishilgan yutuq.